Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Yana bir ishimizni yakunlaganmiz. Andijon Buloqboshi tumani Do'lan qishlog'i yopib kelgan ishlarimiz. Hop, o'sha uzunligi 14 metr. Alyumin Aldox Neo yopib keldik. Aldox 1 yopib keldik. Oynalari 18 lik bo'lgan. Bo'ylari 290, uzunligi 14 metr. Ikki chekada portishkalari bor. Har bir tarafda ochilishlari bor, rom ochilishlari bor. Romni ochilish bo'yi ham 220 bo'lgan. Fasonni shunaqa chiqish uchun ustunlarni ardonga arkafonda uraverganmiz. Seylik qilib. Narxlari keladigan bo'lsa, narxlarni video davomida aytib ketamiz. Xudo xolasa akalar. Avval o'zini tanishsak, eshiklari balkondan bo'lgan. Yopilishlari mana o'ta nihoyatda go'zal bo'ldi. Oynasi ham qalinligi 0.8. Petto'rttadan petla qo'yib berganmiz balkonlik uchun. Romlariga 3 tadan petla qo'yganmiz. Bu Akfa'ning o'zini brendidagi ruchkadan, delfin ruchkadan foydalanganmiz. Sababi bu uzun balandlik uchun qisishi, zajim qisishni balandroq qilganmiz, kattarog'idan qo'yganmiz. Shuning uchun delfin ruchkadan foydalandik. Ikkala hamoratdan ochiladi. 40,5 kvadrat chiqdi kvadratlari. Pasti 0.8, tepasi 0.4 oyna bo'ldi. Yaqinda bu yerga shunaqa MDF ishlarni olib kelib qo'yib bergan edik. MDFlar ham bor, Murod qil orasida. Kvadrat 900 ming MDFlarda. İşlerimizə keladigan bo'lsak, kvadrati 620 mingdan chiqdi. Kim shuna xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99 lik 909 95 91 Telegram, WhatsApp hammasi ishlayapti.